Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Jahongir Zokirov. Qishloqmi, shahardan kelish qiyin. Hozir bir chet elda yordam so'rab ko'raylik. Qornim rosa och. Shahardan kelishmaslik. Voy, kimdir bormi? Yo'q ekan. Ayla, qishloqini ko'rib qoldim. Ana, qayda yo'q bo'ldi? Uyda emasmi? Qornim rosa. Ayla, mana bir qishloqini ko'rdim. Voy, qishloq, menga yordam ber, qornim och. Sen kimsan? Men shahardan kelganman. Nima? Shaharliklarga joy yo'q, chiqib ket uyimdan. Nimaga unday uyimga bostirib kelib uryapsan meni? Yo'qol bizdan. Hali qarab turgin. Mayli, boshqa qishloqlardan ham so'raman. Voy, qishloqi, hay. Menga yordam ber. Shahardan keldim. Voy, kim? Qani yo'qol. Nimaga meni uryapsan? Sen shahardan kelgan bo'lsang o'zingga bor yo'qol bizning qishloqdan. Mayli. Voy, qishloqi, menga yordam ber. Men shahardan keldim. Nima sen bizning qishloqda bunday kirib olgansan? Bor yo'qol o'sha shaharga. Nimaga bizning qishloqqa bunaqa kelyapsan? Nima meni o'zing, ey? Oradan vaqtlar o'tdi. Mana hayot kuchayib ketdimi? Endi sizlarni yo'q qilaman. Qarab tur. Hali ko'rasan, ayla o'zi ham kelyapti. Hozir ko'rasan endi. Qarab tur. Daga kel, nimaga qochasan? Nima bu, ha? Iltimos, hech bo'lmasa uyimizni yo'q qilma. Bu yoqqa kel, qayga qochasan? Shunaqa bo'ladi. Voy, hayla yana bittasi. Bu yoqqa kel. Voy, mana. Hammaga xayr.